bizning davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zida. Eng yaxshi utuqlarimiz o'tmishimizda qolmasligi kerak. Yashash go'zal, shirin tushlar uningdimi go'zal. Ammo hammadan go'zal bo'lgani tushdan uyg'onib, uni reallikka aylantirish uchun kurash qilish. Men quloq seling. Jo'shqin termalar sizga ilhom bo'lsin. Ushbu termalarni Tavfiq Ma'arif tarbiyalash markazi alohida talab qilgan. Men sizlarni bu 4 savol ustida fikr yurgizib boqsam deyman. Birinchi, uyga qaytishingizning sababi nima? Nimishqa buncha uzun yo'l yurisiz? Nimishqa buncha ko'p narsalarni o'rganishga urinasiz? Nimishqa maxsus tadqiq qilish kerak? Nimishqa meni unutib qolasiz? Nimishqa imkon qadar ko'proq o'rganish kerak? İmkan kadar köprek bilimlerden hem bahirleniş gerek. Nimişki qilganlaringiz eng yaxshi bo'lish kerak. Nimişki o'zingizni to'liqlab mukammallashtiritsiz. Nimişki bularni qilasiz. Nimişki bu mas'uliyatni ustingizga olasiz. Egilash zarur bo'lgan iqtidorlarni egilaysiz. Tonish ehtimolligi bor barliq odamlarni taniysiz. Anglash ehtimolligi bor har bir darsni anglaysiz. Uçuratgan her bir adamni gözütsiz. Nimişki buncha ko'p ishlarni qilishingiz kerak. Nimişki buncha uzun yo'llarni besishingiz kerak. Nimişki buncha ko'p ishlardan bahramlanish kerak. O'zingizni shuncha beg'ishlashingizning sababi nima? Nimişki bularning hammasini ko'rishingiz kerak. Nimişki bu ishlarning hammasini qilishingiz kerak. Shundoq bo'lishga urinib nima qilasiz? Birinchi savolga qaytib kelaylik. Uyga qaytishingizning sababi nima? Nimişka degan savolga javob ola oladigan bunda qaltis javob bor. Ya'ni ikkinchi savol nimişka? Ya. Nimişki qanchalik erishganlaringizga qarab baxmaysiz. Nimişki qanchalik tushunganlaringizga qaramaysiz. Nimişki qanchalik texnika egilganligingizni sinab baxmaysiz. Nimişki qanday odamga aylana oladiganligingizni bilib baxmaysiz. Nimişki o'zingizning qanday ta'sirlarni elib keladiganligingizni qarab baxmaysiz. Fani olamdan yo'q qilayotganda qancha odamni qutqiza oladiganligingizni qarab baxmaysiz. Men sizning ashundoq odamga aylanishingizni umid qilaman. Nimişki bo'lmagidak. Siz ilgari niyatingizdan yanmadingiz. Hozir bo'lish yo'lga chiqmoqchi bo'lyapsiz. Demakchi o'g'lim, siz ilgariga o'xshamaydigan ishlarni qilishingiz kerak. Nimishki qanchalik natija qozonganligingizni qarab baxmaysiz. Qanchalik uzunga bora oladiganligingizni qarab baxmaysiz. Bo'ladi. Endi 3-savolga kelaylik. Qandaqsiz siz emas. Siz sog'lom cho'ng miyaga ega. Siz o'zingiz qaror chiqara olasiz. O'zingiz tadqiq qila olasiz. O'zingizning taqdirini o'zgartira olasiz. Keyin siz cho'qim cheksiz imkoniyatlarga ega bo'la olasiz. O'zingizning orzularini ishga oshira olasiz. O'zingizga tava iqtisod sebilini qura olasiz. Ailengizdagilarni turmush g'amidan qutuldira olasiz. Sog'lom, kuchli bo'la olasiz. Nimishqa bunday qilmaysiz? Oxirgi savolim, o'ylab beqing. Nimishqa hozir emas? Sizningcha buningdan yaxshi vaqt bormi? Shu topda biz orzularimizni xam xiyol peti quchoqlab yotmay, hayotiy kuchga ega qila olamiz. Orzularimizni tepib olaylik va uningga hayotiy kuch ato qilaylik. Arzuyingizni tepib oling va uni o'zingiz bilan o'rtaq taqdirga ega qiling. Toki u xiyoldan harakatga o'tib, reallikka aylanguncha. Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yib o'tmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.